Marhumga tegishli bo'lgan mulk uning merosxo'rlariga avtomatik ravishda o'tadi. Siz ham shunday fikrdamisiz? Albatta, bu noto'g'ri fikr. Tasavvur qilib ko'ring, marhumga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk yoki avtomashinaning tegishlilik hujjatlarida uning nomi yozilgan bo'ladi. Bu esa sizga nisbatan mulk huquqini bermaydi. Merosxo'rlar o'zlariga merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirib olmagunicha, ularda ushbu mulklarga nisbatan mulk huquqi vujudga kelmaydi. Marhum vafotidan 6 oylik muddat o'tgandan so'ng tegishli hujjatlar bilan notarial idoraga murojaat qilishingiz lozim. Meros ishi uchun shuncha hujjatni to'plashim shartmi? Shularsiz ham amalga oshirish mumkin emasmi? Deganlar diqqatiga. Notarius tomonidan talab qilinadigan har qanday hujjat qonun doirasidagi talablar hisoblanadi. Notariusning vazifasi kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarning oldini olish va sizning mulk huquqi kafolati hisoblangan hujjatingizni mukammal rasmiylashtirishdan iboratdir.